bilmaydigan temanga kiryapsan, qaror qabul qilish kerak bo'lgan shu joyda. Javobgarlikni olish kerak bo'lgan. 10 yil oldin chiqqan, lekin to'g'ri hamkorlik qilishni bilmaganini evaziga hali ham ko'pchilik tanimaydi. Qayerdan oldingiz 100 ming raqamni siz? Shu qarorni qabul qilishni bo'ynimizga oldik, javobgarlikni bo'ynimizga oldik. Endi bizga ilm kerak bo'ladi. O'sha qaror hamma narsa o'zgarishiga sabab bo'ladi. Agar qarindoshlarimizni ishga olsak nima bo'ladi? Bu savolga javob bermasam bo'ladimi? Uni bilmaydi, uni realligida unaqa odam yo'q. Atrofdagi mahallasida ko'rgan hech kim o'qimayapti, o'zi bilganicha qilyapti. O'sha ishni qilsangiz qolgan narsa zo'r bo'lib ketadigan joy bo'ladi. Mayli, yo'q bo'lib ketsa yo'q bo'lib ketsin shu biznesim. Assalomu alaykum. O'sish nuqtasi podkastida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Biznesdagi o'sish nuqtalari haqida bugun gaplashamiz. Bugungi suhbatimiz foydali, manfaatli bo'lsin. Albatta, suhbatni oxirigacha kuzatib boring, biznesni rivojlantiradigan eng muhim nuqtalar haqida bilib olasiz. Bugungi mehmonimiz Ibrohim aka Gulyamov. 10 yilga yaqin vaqtdan beri biznes bo'yicha konsultant, aynan tizimlashtirish va savdoni oshirish sohasidagi ekspertlardan. Men haqimda qisqacha. Ismim Bobur Musoboyev. Biznesni tizimlashtirish bo'yicha yaqin 3 yildan beri shug'ullanib kelaman. 15 yilga yaqin vaqtdan beri savdo sohasidaman. O'ylaymanki, bu podkast orqali jamiyatga manfaatli bo'lgan ma'lumotlarni ulashamiz. Ibrohim aka, xush kelibsiz. O'zingiz haqida qisqacha tanishtiring bilmaganlar uchun. Va avvalambor assalomu alaykum, rahmat Boburjon. Bugungi podkast uchun o'ylaymanki, bugungi podkastimiz bizni kuzatib borayotgan tadbirkorlarimiz uchun manfaatli bo'ladi. O'zim haqimda aytadigan bo'lsam, ismim Ibrohim Gulyamov. Perfect Consulting Group konsalting korxonasi ta'sischisiman. Faoliyatimiz 9 yil bo'lyapti. O'zbekiston bozorida birinchilardan konsalting korxonasini tashkil qilganmiz. Hozirga qadar 7000 ga yaqin tadbirkorlar turli xil dasturlarimizda o'qib bo'lishdi. O'zbekiston bozorida asosiy maqsadli auditoriyamiz kichik va o'rta biznes egalari hisoblanishadi. Ularga yordam beradigan turli xil dasturlar qilganmiz. Shu dasturlar orqali tadbirkorlar korxonalarida tizim yaratishga va operatsion boshqaruvdan chiqishlariga yordam beradi. Bundan tashqari yana ERP sistemamiz bor, Bifoza degan. Ya'ni do'kon, ishlab chiqarish, chakana savdo, ulgurji savdo, onlayn savdo, nasiya savdolarni ham avtomatlashtirishga yordam beradi. Sklad, ta'minot, savdo, distributsiya kabi jabhalarni ham qamrab oladi. Zo'r. Suhbat davomida bu mavzularga xudo xolisa chuqurroq to'xtalamiz, ko'pchilikka manfaatli bo'lishi uchun. O'sish nuqtasi. Tizim bu xotirjamlik mavzusida, aynan shu shior ostida bu loyihani boshlaganmiz. Nima deb o'ylaysiz? Tizim qanchalik xotirjamlikka sabab bo'ladi? Xotirjamlik qanchalik odamlarga qiymatli hisoblanadi? Shu haqida gapirib bersangiz. Tizim bu brilliant bo'lsa, brilliantni hamma ham bila olmaydi qayerdan topishni. Chunki noyob narsa-da, uni qidirish kerak. Tizimga misol keltiradigan bo'lsam, Alloh taoloning har bir yaratgan narsasida tizim bor. Har bir narsani tizim bilan yaratgan. Misol deylik, odam organizmini agar qarasak, odam organizmi katta murakkab tizim hisoblanadi. Uni ichini ochadigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, uni ichida ko'p tizimchalar borligini ko'ramiz. Masalan, nafas olish tizimi, qon aylanish tizimi, tayanch harakatlanish tizimi, endokrin tizimi. Tizimlar bor-da. Endi u tizimlarning ichiga kiradigan bo'lsak, har bir tizimning ichida organlar bor. Har bir organ bir-biri bilan hamohanglikda ishlaydi. Bir-biriga xalaqit bermaydi. Qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni shuni natijasida tizim ishlashi natijasida inson, siz masalan o'ylab ko'rganmisiz, men bir kunda necha marta yuragim urishi kerak, necha marta nafas olishim kerak bir kunda deb o'ylab ko'rganmisiz? Yo'q. Chunki sistema shu darajada qilinganki, sizga hojati yo'q uni o'ylashga. Siz ishlaydi. Yuragingiz ham, pochkangiz ham, oshqozoningiz ham, boshqa organlaringiz ham. Zo'r. Sistema shunaqa. Biznesda demak tizim bo'lmasa nima og'riqlar bo'ladi biznes egalarida? Ko'pchilik o'zi bilmayapti, qayerdadir muammo borligini, shu normal holat deb o'ylayapti. Tadbirkorlar bilan ishlashda shuni tushunyapman. Nima muammolardan bilsa bo'ladi biznesda tizim yo'qligini? Qanaqa og'riqlar odatda kuzatiladi biznes egalarida? Tizim yo'qligi sababli. O'zi tizim yo'qligi sababdan ko'p muammolar yuzaga keladi. Misol deylik, birinchi o'rinda korxona o'smaydi. Xodimlar tomonidan juda ko'p muammolar yuzaga keladi. Foyda stabil emas. Bir kun bor, bir kun yo'q. Bir kun bor, bir kun yo'q. Kengayish qiyin.
Chunki hamma narsa biznes egasini o'ziga bog'liqligi sababdan, chunki bu ham tizim yo'qligidan. Hamma narsa biznes egasiga bog'liq bo'lib qolgani sababdan kengayish qiyin bo'ladi. Bu biznesni keyingi avlodga topshirish qiyin. Biznes egasiga biron nimadir bo'lib qolsa, o'lib qolsa, kasal bo'lib qolsa, qolganlar bilolmaydi, qanaqa qilgan bo'lardi biznes egasi u bo'lgan paytda. U yo'q. Hamma narsa miyada. Shu natijasida davom ettiruvchilar to'g'ri davom ettira olmaydi. Muvaffaqiyatli tajribalar davom etmaydi. Shu natijasida sekin-sekin so'nib, sekin o'lishga ham sabab bo'lishi mumkin. Buni bilasizmi nimaga o'xshatsa bo'ladi? Tasavvur qiling, tizimli bir biznesni bir mashinaga o'xshatsak. Tizimda shunaqangi narsa bo'ladiki, agar o'sha elementlar bo'lmasa, mashina yurmaydi. Agar o'sha elementlar bo'lmasa, biznes yurmaydi. Shunaqa elementlar bor va shunday elementlar borki, agar ular bo'lmasa, baribir biznes yashayveradi. Misol deylik, shunaqa joyi ham bor. Tizimsiz ham bizneslar yuraveradi. Ana endi masalan, mashinani tasavvur qiling. Eshigi bo'lmasa, mashina yuradimi, yo'qmi? Eshigini olib tashladikda, mashina yuradimi, yo'qmi? Yuradi. Yuradi. Lobovoyni olib tashladik, yuradimi, yo'qmi? Yuradi. Ana lobovoyni tozalaydiganni olib tashladik, yuradimi, yo'qmi? Kreslo sidenyalarni olib tashladik, yuradimi, yo'qmi? Yuklasa bo'ladi. Aytaylik, tormozni olib tashladik, yuradimi, yo'qmi? Yuradi. Yuradi, faqat nima deydi? Tormoz bo'lmaydi. Joyida to'xtamay qoladi. Ana endi qarang, motorni olib tashsak yuradimi? Yo'q. Mana shu joyga endi keldik. Ya'ni motor, shunga o'xshagan muhim joylar borki, ular bo'lmasa mashina yurmaydi. Demak, hozirgi tadbirkorlar faqat motor bilan, to'rtta balon bilan yuribdi. Hamma gap shundaki, nimaga shamol kiryapti, nimaga to'xtatib bo'lmayapti, qayerga borib uryapti, demak shundan bilsa bo'ladi. Hamma gap shundaki, kerakli joyda tormoz ishlamayapti. Hamma gap shundaki, mabodo agar tosh uchib keladigan bo'lsa, lobovoy yo'qligi sababdan juda ko'p odamlarning peshonasi yorilgan. Xavf shundan iboratki, shamol kasal qilyapti. Ya'ni ana endi tasavvur qiling, chetdan kirib kelayotgan tizimli korxonalar. Misol deylik, mana xitoyliklar kirib kelyapti. Men o'sha nimani Chilonzor yo'lini qaraganimda, bir 5-6 ta Xitoy korxonasini, ofislarini, restoran ochgan ofislarni ko'ryapman-da. Shu yil hisobiga, ya'ni o'tgan yil hisobiga prognozlar bo'yicha aytishdiki, что 500 ming xitoylik kirgan deb. Shu natijasida ana endi bizni o'zbek tadbirkorimizni biznesini agar o'sha lobovoyi yo'q, ruli yo'q, uni yo'q, bunisi yo'q mashinaga o'xshatsak, endi Xitoyni kompaniyasi kelganda uni hamma narsasi bor. Endi shu holatda raqobat qilish kerak. Demak, manzilga u tezroq boradi. Zo'r. Bu masalalar haqida ko'p suhbatlaringizda eshitdim. Keling, bir boshqacharoq bir savol-javob qilsak-da, Ibrohim aka. Siz aytyapsiz, keyingi avlodga qolish kerak deyapsiz. 7 avloddan beri biznesmen bo'lib kelayotganlar bor. Bunday olib qarasa, tizimi zo'r emas, lekin o'zi ham otasidan qolgan biznesni yuritib keladi. Endi keyingi avlodga ham bolam mana savdoni o'rgatib qo'ydim, o'zing ishonib topshirdim deydi, qilib ketaveradi. Ya'ni hozir gapingizga ishonmasligi mumkin odamlar. Avlodimga qoladi biznesim deyish mumkin. Yoki ba'zilar aytishi mumkin, nimaga kerak men avloddan avlodga biznes qoldirishim? Hammasini rizqini Alloh beradi deydiganlar ham bizning xalqimizda ko'p. Taqvoni noto'g'ri tushunadiganlar. Xo'p. Bularga nima deysiz? Birinchi masala. Xo'p, qaysi birdan boshlaylik? Nima? Birinchisidan. Birinchisi qanaqa qilib 7 avloddan beri shu bilan shug'ullanyapti. Kelyapti o'siz ham mana tizimsiz ham avlod biznesmenlar bor. Qanaqa bo'ladi bu? Otasi masalan kulol bo'lgan yoki duradgor bo'lgan. Bolasini masalan savdogarlar haqida gap ketyapti hozir. Savdo biznesmenlar haqida. Bular ham biznes hisoblanadi. Ya'ni kulol misollik loydan nimadirni yasagandan keyin uni borib sotish kerak bo'ladi. Olsangiz agar u yerda ham savdo bor, faqat ishlab chiqarish qismi bor va shuni sotish qismi bor. Ota bobolarimizni nimasidan qaraydigan bo'lsangiz, shu savdo ham shu karvon bilan agar savdo qilgan bo'lsa, bolasini ham o'sha bolaligidan misol deylik savdoga olib borgan, bozorda karvon bilan borgan bo'lsa agar bozorda bo'lsa demak bolaligidan olib kelib o'sha yerda muomala qanaqa bo'ladi, qanaqa sotish qanaqa bo'lishi kerak, peragavor qanaqa olib borish kerakligini bolaligidan o'rgatgan bo'lishi mumkin. Bu yerda tirikchilik qilaman desa agar, tirikchilik nuqtai nazaridan bo'ladi. Chunki qanaqa bo'ladi bu jarayon? Farzandi otasi qilayotgan ishni ko'rib o'sib kelyapti. Misol deylik, kulolchilik bo'lsin, duradgorchilik bo'lsin yoki bozorda misol deylik kartoshka bodring sotsin, farqi yo'q. O'sha narsani ko'rib o'sgan. Masalan, kulol bo'lgan deylik. Ota bobolarimizni kasblaridan olaylik, kulol bo'lgan.
Otasi kulolchilik qilgan, farzandiga kulolchilikni o'rgatgan. Bu o'rgandi, keyingi avlodga kulolchilikni o'rgatdi, keyingi avlodga kulolchilikni o'rgatdi. Deylik, shu o'rganib kelyapti. Endi kulolchilik o'sha 7 avlod oldin aktual edi. Ko'zada suv ichilardi. Ko'zada bilmayman yana qandaydir narsalar qilinardi. Loydan yasalgan idishlarda ovqat yeyilardi. Muammo shundan iboratki, u otasini ko'rganini qilgan, otasida o'rgatganini qilgan, u ham kelib shunday nuqtaga keldiki, endi u biznes aktual emas. Ya'ni o'sha paytdagi otasi o'rgatgan narsalar aktual emas. Davr talabiga javob bermayapti va otasidan o'sha paytda nimani ko'rgan desangiz, kichkina do'koncha. Masalan, nimaga set emas? Chunki otasidan ko'rgan bitta joyini ochib, o'sha joyda o'zini uyda yasaganini ko'rgan, o'sha paytda yetgan bu narsa. O'sha paytda normalniy bo'lgan. Va o'sha narsani davom ettirib kelayotgan do'konchi katta bir do'kon qila olmayapti. Tarmoq qila olmayapti, set qila olmayapti. Faqat o'zini territoriyasida, viloyatida, tumanida yoki aytaylik shahrida faoliyat yurityapti-da, keng tarqata olmayapti. Ya'ni boshqacha qilib aytsak, tirikchilik qila olyapti-da, lekin katta rezultatlar qila olmayapti. Ya'ni tadbirkorlik qila olyapti, lekin buni biznes nuqtai nazaridan qarasak, bu katta biznesga o'stira olmayapti. Shu nuqtai nazardan, ya'ni otasidan o'rgangan nimadirlarini o'rganyapti deb bajaryapti. Keyin yana bitta bir nozik joy bor bu yerda. Dalshi ketmaslik deyotganim, davr o'zgargani sababidan otasi qilgan ishni farzandlar qilmoqchi emas joylari ham bor. Ko'p. Misol deylik, men otam qilgan ishni qilmayman deydiganlar ham bor. Xo'p, mayli, bu farzandi qilmasa, bu davom ettirishi mumkin, buni agar to'g'ri topshira olsa. Ya'ni farzandi uni ishini ko'rgan, misol deylik. Endi ko'rmagan, bolalikdan o'sha jarayonda o'smagan odamga ham buni topshirsa bo'ladi. Endi buni oladigan bo'lsak, demak, ish to'xtaydi. Masalan, bizda bormi? Men Amerikada bo'lgan paytimda Pumaga kirdim. 1973-yilda ochilgan ekan. Necha yil bo'ladi? Normalniy. Masalan, bormi bizda hozir shuncha yil bor bo'lgan, masalan, qaysidir bir bizneslar bormi? Siz bilasizmi shunaqa biznesni? O'zbek brendiga tegishli, men hali bilmayman. Men ham bilmayman. Lekin bizning ota-bobolarimiz anchadan beri savdogar, anchadan beri ishlab chiqarish ham bo'lgan, anchadan beri tijoratni ichida bo'lgan odamlar bo'lgan. Lekin nimagadir ularning nimalarini ko'rmayapmiz. To'g'ri, bu yerda SSRni sabab deyishimiz mumkin, yana nimadirlarni sabab deyishimiz mumkin, lekin buni ko'rmaymiz. To'g'ri. Xo'p, endi ikkinchi masala. Ikkinchi masala qaysi edi? Ikkinchi masala, nima uchun meni biznesim keyingi avlodga qolish kerak? Men rizqimni Alloh beryaptimi? Keyingi avlodimga ham rizqini Alloh beradi. Nima uchun men kengaytirishim kerak biznesni? Mana shu qadriyati bor bo'lgan tadbirkorlarimizni agar qarasak, ular ko'pchilik bilan endi shogirdlar bilan suhbat qilgan paytda biz shu narsani bilamizki, men o'zimdan nimadir qoldirishim kerak deydi. Men o'lib ketishim bilan hamma shuncha qilgan narsam o'lib ketishi kerak emas deydi. Ya'ni mendan keyin bu xayrli ish davom etishi kerak deydi. Albatta buni birinchi o'rinda farzand davom ettiradi, farzand bo'lsa agar. Yo'q, farzand bo'lmasa buni bu biznesni qandaydir bir merosxo'rlari buni davom ettiradi. Sherikchilikda bo'lsa yoki boshqa formatda bo'lsa, davom etishi kerak degan niyat bor. Shu nuqtai nazardan biron bir biznesmendan gaplashgan paytingizda o'zim o'lgandan keyin nima bo'ladi, meni qiziqmas deydigan kamdan kam tadbirkorlar aytadi. Davom etishini xohlaydi. Umuman olganda men nima uchun biznesimni kengaytirishim kerak? Chunki men ishlayapman, tadbirkorlar bilan rizqim kelib turibdi, Allohga shukr. Normalniy pul topyapman, sayohatimga pul yetadi, hamma narsaga pulim yetadi. Nima uchun men biznesimni tizimlashtirishim kerak deyapti. Bu yerda muhim narsa shuki, aldanadigan joyi tadbirkorni agar hozir zo'r bo'layotgan bo'lsa, bu degani emas, doim shunaqa zo'r bo'ladi. Unaqa emas. Praktika shuni aytayaptiki, Xudo sizga qaysidir paytda yengilchilik beradi. O'sha paytda foydalanib olingki, qiyinchilik bo'lgan paytda yengilchilikdan foydalanganingiz qiyinchilikda sizga yordam bersin, tramplin bo'lsin. Xuddiki Yusuf alayhisalomni davrlarida 7 yil qahatchilik keladi, ya'ni birinchi mo'lko'lchilik bo'ladi, keyin 7 yil qahatchilik keladi. Mo'lko'lchilikdagi nimalar bilan qahatchilikni bosib o'tish kerak bo'ladi. Resurslar. Hamma vaqt ham imkoniyat eshiklar ochilgan bo'lmaydi. Hamma vaqt ham savdo zo'r bo'lavermaydi. Bir kun yaxshi, bir kun yomon bo'ladi. O'sha uchun imkoniyat yaxshi bo'lgan paytda foydalanib olingki, imkoniyatlar yomon bo'lgan paytda qiyinchiliklardan o'tishingiz uchun poydevor qurish kerak. Sistema bu poydevorni beradi. Boyaga aytganimizdek, ikkita mashina masalan hozir gonka qo'ysa, qaysi birida ehtimol ko'proqki o'sha gonkada yutadi. O'zingiz aytdingizki, bu mashina yutadi. Assalomu alaykum.
Siz biznes egasisiz va ishxonadagi har bir ish sizga bog'liq bo'lib qolgan. Ham kassir, ham sotuvchi, ham omborchi o'zingizsiz, to'g'rimi? Ishxonadagi har bir ish sizga bog'liq. Shu sababdan na oilangizga, na o'zingizga, na farzandlaringizga vaqt ajrata olasiz. Agar yuqoridagi muammolar sizga tanish bo'lsa, ushbu muammolar yechimi sifatida Toshkent shahrida ustoz Bobur Musaboyev tomonidan tashkil qilinayotgan Codex Coaching kursimizga sizni taklif qilaman. Biznesdagi muammolardan qutulish va xotirjam boshqaruvga ega bo'lishni xohlasangiz, hoziroq mana shu yerda chiqqan QR kod orqali ro'yxatdan o'ting yoki kanal opisaniyasida qoldirilgan link ustiga bosing. Zo'r, O'zbekistonda taxminan 700 mingga yaqin tadbirkor ro'yxatdan o'tgan, umumiy 1,5 millionga yaqin tadbirkor bor deyiladi. Shu to'g'rimi o'zi? Shunaqa menimcha. Endi to'g'rimi, noto'g'rimi? Statistikalarimizni o'zi ham endi boshlandi-da, bir to'g'rilanish. Statistikalar yig'ilishi boshqa. Umuman olganda 1 milliondan ortiq bo'lsa kerak deb o'sha Stat.uzga kirib qarasangiz, qaysidir joyda bunaqa deyiladi, qaysidir ma'lumotlarda sal boshqacharoq deydigan joylari bo'ladi. O'sha uchun hali to'liq 100% mana shunaqangi degan narsa yo'q, sabablari bor bunga ham. Chunki ko'p tadbirkorlar bor, hali tadbirkorlikni yurityapti-da, lekin ofitsialniy ro'yxatdan o'tmaganlar ko'p. Shu natijasida statistikalar to'g'ri chiqmaydi. Umuman olganda 1 milliondan ortiq tadbirkor bor deb taxmin qilsak bo'ladi. Menimcha qilsa bo'ladi. Xo'p, bularni necha foizi taxminan ilm bilan, tartib bilan, xotirjamlikda yurityapti deb o'ylaysiz? Men 100 mingga yaqini endi sal-pal ozgina nimanidir tushundi, biznesda ilm kerakligini tushundi, boshqaruv ilmi borligini, sotuv ilmi borligini, marketing ilmi borligini va shu bilan Qayerdan oldingiz 100 ming raqamni siz? Men umumiy hisoblab ko'rdim. Mana sizda o'qigan tadbirkorlar, Infactorda o'qigan, Insanda o'qigan, umumiy men taxminan 10% deb oldim. Siz juda katta o'zi foizlarni aytyapsiz-da. 100 ming 100 o'qiydigan mingga odam bormaydi yo'q. deysizmi? Yo'q, 100 ming o'qiydigan odam yo'q, birinchidan. Ya'ni o'qib xabardor bo'lgan, har qalay bitta bepul darslarga bo'lsa ham yoki 100 ming yo'q-da, ya'ni uncha chiqmaydi. tadbirkor. Siz hozir aytayotgan narsalar ular takror o'qiganlar. Ya'ni manda o'qidi yoki kimgadir o'qidi, mazasini ko'rdi, ilm kerakligini, keyin boshqa joylarda prop ko'radigan odamlar. 30 ming, 50 ming bormi? Kamroq deb o'ylayman. 30 mingdan kamroq deb o'ylayman. Ha, demak sizda o'qiganlar bor, Infactorda ham o'qiydi, 30 mingdan kamroq, umumiy biznes nimadagi 30 mingdan kamroq deb o'ylayman. Xo'p, qolganlar mana 1 milliondan ortiq tadbirkor bo'lsa, endi 30 mingni o'qibdi. Qolganlar nima qilib yuribdi? Shunchalik qiyinchilikda yuribdimi? Ular pul topyapti, ular ham nima fikr berasiz ularga? Umuman nima uchun ular o'qimayapti? Xo'p. Birinchidan o'zi nima uchun o'qimayapti degan savolga qarasak, o'qish kerakligini bilmaydiganlar ham ancha ko'p. Masalan, qo'shnisida ko'rgan, o'qimaganini, otasida ko'rgan, o'qimasdan o'zi bilganicha qilganini ko'rgan, atrofdagi mahallasida ko'rgan, hech kim o'qimayapti, o'zi bilganicha qilyapti. Misol deylik, shu narsani ko'rgan, uni xayolida ham yo'qki, shunaqa narsa bor. Shuni o'qisa bo'ladi. Yo'q unaqa narsa. Juda ko'p odamlarda shunaqa. Ya'ni misol deylik, mana hozir o'qishlar bor. Masalan, M-Factor bor, mana biz bormiz, siz borsiz, yana boshqa o'qishlar bor. Shuncha o'qishlar bo'la turib, hatto shunaqa o'qishlar borligini bilmaydiganlar bor. Bunga nima deysiz? Masalan, internetda qancha reklamalar qilgansizlar, qancha qilganmiz, necha yildan beri shunaqa narsa borligini birinchi marta eshitayotgan odamlar bor. Так что bu normal narsa. Ular qandaydir bir joylarda o'qimagan bo'lishi mumkin. Praktikada bozorga chiqib savdo qilib, shunaqa jarayonlarda endi qiyin bo'lsa-da, o'zini qiyin holatga qo'ygan bo'lsa-da, shunaqa qilib o'rgangan bo'lishi mumkin. Ustoz o'ziga tutib, uni nimasini o'rgangan bo'lishi mumkin. Biron joyda ishchi bo'lib o'rgangan bo'lishi mumkin. Shunaqa formatda. Zo'r. O'sish nuqtalari mavzusiga kelsak-da, biznesda o'sish nuqtalari bo'lar ekan. Men o'zim har bitta loyihamda bitta tochkalar bo'ladiki, haqiqatda karra sakrab o'sishga sabab bo'lgan omillar bor. Misol uchun men o'zimdan misol qilaman va keyin sizdan so'ramoqchiman. Xo'p, birinchisi to'g'ri produkt qilganligim bitta o'sishga sabab bo'ldi. Ya'ni tartibli produkt qilganligim. O'zimizni misolda tizimlashtirish bo'yicha kodekslar misolida har bir narsani qoidalarini tuzib chiqqanligimiz odamlarga tartib yoqar ekan, bu narsa tez o'sishga bir sabab bo'lgan omillardan bo'ldi deb o'ylayman. Ikkinchi misol to'g'ri hamkorlik qilganligimiz bo'ldi. Mana Infactor bilan siz bilan ba'zi hamkorliklarni qilganimizda o'ziga yarasha
ta'sir qildi bizni savdoyimiz o'sishiga, bizni ko'proq odamlar tanishiga. Bu ham bir o'sish nuqtasi deb o'ylayman. Boshqalarga tavsiya qilaman. Shunaqa spikerlar bor, 10 yil oldin chiqqan, lekin to'g'ri hamkorlik qilishni bilmaganining evaziga hali ham ko'pchilik tanimaydi. Spiker misolida biznesda ham bir xil u. To'g'ri diplomatiya qilmaganligini evaziga deyman. Va sezdimki, bu diplomatiya ham o'sish nuqtasi ekan. Keyingi o'sish nuqtamda Abdulmannon domlada o'qiganligim bo'ldi. Ochiq samimiy aytaman. Oldin fiqhni yaxshi bilaman deb o'ylardim, chunki islomiy oilada tug'ilganman, ba'zi ustozlarim bo'lgan, islom bilan ilmni o'rgatadigan, lekin hech narsani bilmas ekanman, keyin bilsam. Ya'ni baraka kirishiga sabab bo'ldi shu fiqhiy qoidalarga amal qilishni boshlaganimdan keyin. Va bu ham o'sish nuqtasi bo'ldi deb o'ylayman. Bizdan o'qishingiz Sizdagi o'sish nuqtasi eng asosiylardan bo'lgan. Savdoni oshirish ilmini umuman bilmaganman. Bu yerda siz bilan hamkorlik qilganmiz, individual birga ishlaganmiz. Har biri haqiqatda savdo oshirish ilmiga men haqiqatda sotuv bo'yicha ham dars beraman. Ibrohim akadan olganman bu bilimlarni deyman. O'zingizdan ham duo olganmiz bu temada. Ya'ni marketing, sotuvni oshirish kabi ilmlarni sizdan o'rganganman, juda katta o'sish nuqtasi bo'lgan. Xuddi shunaqa o'sish nuqtalari qanaqa sizni biznesingizda aynan? Bilasiz, mening nazarimda o'sish nuqtalari qanaqa bo'ladi? Har bir biznesni tug'ilishidan aytaylik, ma'lum bir cho'qqiga chiqish jarayonida bosib o'tadigan yo'lda o'sish nuqtalari har xil bo'ladi. Ya'ni buni butilishni go'rlishga deydi. Ya'ni butilkani o'sha bosh qismi. Ya'ni har bir davrda bu har xil bo'ladi. Masalan, qaysidir bir jarayonda bu marketing sotuv bo'lishi mumkin. Ya'ni mijoz oqimini ko'paytirish, o'sha ishni qilsangiz qolgan narsa zo'r bo'lib ketadigan joy bo'ladi. Qaysidir joyda oqim shundoq ham klient ko'p. Savdoga urg'u berish kerak. Qaysidir joyda savdoni to'g'ri yo'lga qo'yganingizdan keyin endi kadr yetishmayapti. Endi kadrni yo'lga qo'yganingizdan keyin endi pul yetmayapti. Endi pulni nima qilish kerak? Ya'ni biznesdagi probkalar haqida. Biznesdagi o'sha o'sish nuqtalari biznesni qanaqangi urovenda ekanligi, qanaqangi darajada ekanligi shunga qaraladi. Ya'ni shunga qarab turib siz o'sha o'sish nuqtasini ustida ishlaysiz, uni o'stirganingizdan keyin boshqa joyni o'zi o'stirish kerak bo'ladi. Lekin ko'p tadbirkorlar qayerda o'sish nuqtasi borligini bilmaydi. Uni diagnostika orqali bilinadi. Uni men ko'pincha men ham aytaman, check-up qildirish kerak. Shu ekspert shu sohada kimdir savdoni oshirish bo'yicha, kimdir tizimlashtirish bo'yicha o'sha insondan borib check-up qildirish kerak deb o'ylayman. Shu to'g'ri, demak. Albatta. Ya'ni muammo bu yerda nimada? O'sha tadbirkor mana biznesim kasal emas deb o'ylaydi-da. Ya'ni shunda ham mana masalan deylik, aytaylik, lobovoy yo'q. Mashina ketyapti. U hech o'ylab ko'rmaganki, bu yerda lobovoy bo'lish kerakligi ham bilmaydi-da. Shundoq normalni deb o'ylaydi. Masalan, yurayapti, mashina yurayapti. Lobovoy kerakligi haqida o'ylab ham ko'rgani yo'q, misol deylik. Sideniya masalan yo'q. Normalni ketyapti, misol deylik, mashina. Ketyaptimi? Ketyapti. Pul kelyaptimi? Kelyapti. Savdo bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Kun o'tyaptimi? O'tyapti. Sideniya bo'lishi menimcha shart emas. Remen masalan yo'q. Remen ham shart emas, misol deylik. Oynani yuvadigan yo'q. U ham shart emas. Kapot olib tashlangan. U ham shart emas, misol deylik. Fara bittasi ishlamaydi. Normalni ketyapmiz, misol deylik, bitta fara bilan. Degan narsa bor ko'pchilikda. O'sha uchun masalan, biznes misolida agar oladigan bo'lsak, analiz qilsangiz agar ko'p tadbirkorlarda marketing bo'limi yo'q. Ya'ni marketingga javob beradigan bir odam yoki javobgar shaxs yoki qanaqadir gruppa shaxslar yo'q. Yoki masalan HR yoki xodim bilan shug'ullanadigan alohida shaxslar yo'q. Yoki masalan sifat nazoratiga qaraydigan alohida odam yo'q. Ya'ni bularni ishga olsam qimmatga tushib ketadi menga. Bular bu yerda boshqa narsa. Bu yerda ular kerakligini ham dash bilmaydi. Mana muammo shundan iboratki, ular dash kerakligini ham ularga hech kim aytmagan. Maktabda buni aytilmagan bo'lsa, universitetda bu aytilmagan bo'lsa, bu biron kishi uni aytmagan bo'lsa, ya'ni bozorda, do'konda, kichkina do'konchalarda uni hech kim unga aytmagan bo'lsa, qayerdan bilsin, misol deylik. Shu natijasida shunaqa bo'lish kerak degan formatda ishlaydi. Ana endi siz aytgan savolga keladigan bo'lsak, ularni olsam xarajat bo'ladi deyishini sabablaridan bittasi ularni qiymatini bilmayapti-da. Ya'ni misol deylik, marketolog bu xarajat emas, u klientlar oqimini ko'paytirib beradigan, savdoingni oshishiga ta'sir qiladigan, brendingni tanilishiga ta'sir qiladiganligini u uni bilmaydi. Uni realligida unaqa odam yo'q. Masalan, uni realligida HR degan odam, u nima kerak joyi bor u HRni? Uni bilmaydi, uni qanaqa funksiyalar borligi, uni ichiga nimalar kiradi, bilmaydi u narsani. O'sha uchun ma'lum bir muammolarga ko'milib yuraveradi.
Hammasini o'zi qiladi. O'zi qiladi. Bilgan bilmagan holatda. Faqat Reklama kurashib beradi, yuradi ishchilar xodim bilan. oladi. Shu bilan o'zi qiladi. Shuning uchun ham rivojlanmaydi. Qiyin Hammasini bo'ladi chala qiladi. rivojlanish. Men buni bitta bir misol keltiramanda. Hmm. Masalan, bir biznesni bir misol tariqasida aytaman. Bolt bilan gayka bor deylik. Mhm. Har bir biznesda muammolar bor. Shu muammolarni bolt bilan gaykaga o'xshatsak. Bolt bilan gaykani ochish kerak. Uni ochishni bir 6-7 xil usuli bor-da. Birinchi usuli tish bilan ochish. Gaykani tish bilan ochish. Bir marta ochganmisiz hayotingizda? Yo'qmi? Xo'p, bu birinchi usuli. Kimlardir ochgan, mana aytishadi o'zlari. Aytgancha videoni pastda kommentariyada qoldiringlar. Hayotingizda bir marta bo'lsa ham gaykani tishingiz bilan ochgan bo'lsangizda kommentariyada mana kimlardir mana bu yerda operatorlarimiz qo'l ko'tarishyapti, qilishgan bor ekan. Ha. Ikkinchi usuli bor, gaykani qo'l bilan ochish. Ochib ko'rganmisiz? Ha. Ochganmisizlar? Mana bizning kuzatuvchilar ham ochgan bo'lishi kerak. Endi qarang, uchinchi usuli bor, molotok bilan ochish. Ochganmisizlar biron marta molotok bilan? Kalit topmagansizda molotok bilan ochganmisiz? Ochganman. Yaxshi. Bularga ham shu fikrlarni qoldiringlar. Izohga yozinglar agar shunaqa ochgan bo'lsangiz. To'rtinchi usuli bor, ambur bilan ochish. Ambur bilan bunday qilib turib ochiladi. Harakat qilasiz. Ochganmisiz? Shunaqa prop qilganmisiz? Prop qilganmisizlar buni aytishsin. Keyingi usuli bor, bilmayman 5-chi usul bo'lsa kerak. Bu ключ bilan ochish. Misolga qaradingiz, 12-ключ ekan, oldingiz ключni o'zini razmeri bilan ochdingiz. 5-chi, 6-chi usuli bor, universal ключ bor. Ya'ni bunday g'ildiragini aylantirsangiz, katta kichik bo'ladi. O'sha bilan qarasangiz, o'shanga moslab o'zingiz ochasiz. Zo'r. 6-chi usul. 7-chi usul bor, maxsus drelga o'xshagan apparati bor. Nasatkasini qo'yasiz, shuni qo'yasiz, knopkani bossangiz vzz qilib ochib beradi. Endi bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, muammolarni yechishni har xil usullari bor. Qaysidir bir tadbirkorlar hayotlarida tishi bilan ochib o'rgangan bo'lsa, otasi shu ishni qilgan, qo'shnisi shu ishni qilgan, do'stlari shu ishni qilgan bo'lsa, u ham shu ishni qilgan bo'ladi. Tish qolmagan, o'zini qiynagan, azobga qo'ygan va kimdir agar unga aytsa-ki, "Ey, baraka topkur, boshqacha usullar bor" desa, "Nima deyapsan?" deydi. "Tajribamdan o'tganman" deydi. Mana bittam tish qolmagan. Faqat shunaqa ochiladi. Kerak bo'lsa, chaqir, kim senga o'rgataman deyapti, men o'zim o'rgataman, qanaqa qilib tish bilan masalan gaykani ochishni deyapti. Shunaqa deydi-da. Lekin yengil usullari bor. U usullarni bilmaydi va o'zini bilganini qiladi. Zo'r. Mana shu joyda bizni kuzatuvchilarga murojaatim bor. Videoni foydali bo'lsin va boshqalarga ham yetib borsin desangiz, bu loyihani rivojiga hissa qo'shishni va savobga sherik bo'lishni xohlasangiz, like bosish va izohga yozish orqali qo'llab-quvvatlashingiz mumkin bo'ladi. Va oxirigacha ko'rib o'z fikrlarini izohga yozgan, eng sifatli fikr yozganlarga bizning sovg'alarimiz bor. Oxirida e'lon qilamiz. Endi davom etsak bo'ladi. O'sish nuqtasida universal ключ haqida gapirdingiz. Ya'ni agar nimanidir ochmoqchi bo'lsangiz, universal ключ bo'ladi. Men aynan misol keltirmoqchiman. Tizimlashtirish biznesdagi eng asosiy hozirda o'sish nuqtasi hisoblanadi deb o'ylayman. Chunki tizimsiz biznesmen xotirjam ishlolmaydi. Va biz kodeks nomli qonun qoidalar kitobini tashkil qilganmiz. Aynan universal ключga o'xshaydi. Ya'ni bizni 5 yil davomida ishxonamizga qoidalar yozdik. O'zingiz bilasiz, siz bilan ishlagan paytimizdan boshlab qoidalar yozishni boshlaganmiz. Ana shu qoidalar 5 yil, 6 yil degandan keyin katta bir kitobga aylandi biznesimizda. Va o'sha kitobni o'ylab qarasam 80% qismi hamma biznesmen qiynalib yurgan qoidalar ekan. Va kodeks deb kitob qilib sotuvga chiqardik. Hozir 2000 ga yaqin sotib olishdi tadbirkorlar. Haqiqatda 5 yil umrini tejab qoladigan bir qoidalar bo'ldi. Nima deb fikr berasiz? Man kodeksning ahamiyati biznesda, qoidalarning ahamiyati, nima manfaat beradi? Tizimdagi eng asosiy nuqta shumi yoki yana boshqa nimalardir bormi? Alloh taoloni yaratgan narsalarga qarasak, hamma narsa qonun qoidalar asosida ishlaydi. Ya'ni bu dunyoni qonun qoidalar asosida yaratib qo'ygan Alloh taolo. Masalan, kislorod bilan azotni proporsiyasi misol deylik. Yoki aytaylik, tortish qonuni misol deylik. Har bitta narsada ma'lum bir qonuniyatlar bor. O'sha qonuniyatlar asosida butun yer, osmon, galaktikalar, koinot faoliyat yuritadi. Yoki bizning organizmimizdagi ma'lum bir qonun qoidalar asosida modda almashinuv jarayonlari sodir bo'ladi. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, qonun qoidalar muhim. Masalan, davlat boshqaruvini qarasak, tarixdagi masalan katta imperiyalarni qarasak, ularni o'zini qonun qoidalari bo'lgan. O'sha qonun qoidalar asosida boshqarilgan. Ya'ni bu muhim
muhim faktorlardan hisoblanadi. Hamma narsani yaratishidan avval Alloh taolo birinchi shu qalamni yaratdi deydi va undan keyin lavhul mahfuzga hamma bu shu yaratiladigan narsalarni, bo'ladigan ishlarni hammasini yozildi deydi. Hatto Qur'oni Karim ham shu lavhul mahfuzda bor deyiladi. Ya'ni demak boshida Alloh taolo hamma narsani yozishdan boshladi. Men shunaqa hozir ideya kelyapti aytganingizdan keyin. Demak hamma narsani yozish kerak, qoidalarni ham yozish kerak bo'ladi. Biznes misolida oladigan bo'lsak. Lekin ko'pchilik tadbirkorlar hali tushunib yetmaganligi uchun ba'zi savollari bor. Nima kerak o'zi qoidalarni yozish? Men maktabda ham yozmaganman, hozir ham yozmayman. Ba'zilar shunaqa deydi. Ba'zilar bor, xodimlarim ketib qoladi deydi. Qoidalarni yozsam, men aytaman, qoidalarni yozmasangiz, aytishingizga to'g'ri keladi. 400 ta 500 ta qoida tuzish kerak ekan. Yo'q, buni gapirib yuribsiz o'siz ham. O'sha 500 ta qoidani o'zingiz gapiryapsiz. Shuni yozib qo'yish haqida gap ketyapti deb aytsam, aytadiki, yozib qo'ysam o'qib chiqishga erinadi xodimlar va ketib qoladi, ishga kirmaydi. Shunaqa narsalarni vaj qilishadi. Siz nima deysiz? O'sha uchun ham Qur'on bir martadan nozil bo'lmaganda, u yillar davomida etapma-etap tayyorlab Alloh taolo kelgan. Endi o'sha tadbirkorlarga, yozmaydigan tadbirkorlarga men ham buni o'sha tahlil qilgan paytimda shuni bildimki, bizda tadbirkorlarimiz yozishni yomon ko'radi. Boshqacha qilib aytsak, o'sha bolalikdan deymizmi, yozishga bo'lgan qandaydir bir mehr bilan deymizmi, yozishga bo'lgan rag'bat bilan deymizmi, yoki yozishdagi o'sha qiymatni bilmaydi. O'ylaydiki, masalan, og'zaki tez bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida og'zaki qisqa muddatda tez bo'ladi-da, lekin uzoq muddatda juda yomon oqibatlarga olib keladi. Luchi ozgina vaqtingiz ketsa-da, yozganingiz yaxshiroq, chem keyinchalik muammolarga ko'milishingizdan ko'ra. Misol deylik, ishchiga og'zaki vazifa berdi. Masalan, mana bu amalni qiling dedi. Tez bo'ldi shu jarayon. Bordi, bajardi, keldi, xato bajardi. Sababi yo noto'g'ri tushungan, yo to'liq eshitmagan ekan masalan. Yoki o'zicha tasavvur qilgan ekan misol deylik. Bo'lishi mumkin. Yoki masalan qarz oldi berdi sidagi. Oldi berdi masalan yozmadi. Yozmagandan keyin esdan chiqadi. Qachon, nima bunaqa jarayonlar ko'p bo'lsa. Yoki masalan sherikchilikda ham misol deylik. Sherikchilik shartlarida ham men senga ishonaman, sen menga ishonasan. Foydani bunaqa bo'lamiz deydi, lekin detallar ko'p ku yerda misol deylik. Shu detallar kelishilmagani sababdan men o'ylagandimki deb boshlanadi. Ozgina muammo chiqsa agar, yo pul ko'paysa, yo minusga kirsa boshlanadi. Misol deylik, men o'ylagandimki siz mana bunaqa degandingiz, men bunaqa degandim, yo siz unaqa demagandingiz, bunaqa degandingiz degan narsalar boshlanadi. O'sha uchun o'zi bizga shu narsa buyurilgan, yozib borish buyurilgan. Lekin nimagadir bizda yozishni unchalik yaxshi xush ko'rishmaydi. Sherikchilik mavzusida so'z ochdingiz. Men yaqinda bir kitob yozdim. Sizga ham avvalo shu joyni o'zida hadya qilsam. Bu yerda o'sha sherikchilikda bilasiz, o'zimda ham muammolar bo'lgan sherikchilikda, o'zingiz ham guvoh bo'lgan joylar bor. Nimalarga e'tibor berish kerakligini xayolan, buni qilmaslik kerak ekan, buni qilishlik kerak ekan deb o'zimni inobatga olib qo'ygan narsalarimni yozganman. Undan tashqari ustozlardan o'rganganlarimiz. O'zi aslida mana sizdan ham qaysidir ma'noda sherikchilikda birga ishlaganimizdagi shartnoma shablonlari, o'shalardan kelib chiqib kitob yozdim. Kitobimizni 3 qismga bo'ldim. Birinchi qismi sherikchilikda ahamiyat berish kerak bo'lgan umumiy masalalar haqida bir kitob. Qisqagina 24 betdan iborat. 25-betdan boshlab shirkat shartnomasini tuzish bo'yicha tayyor shablon qildim. Men bilmayman, menda bir iste'dod borki, tartibni, shablonni yaxshi ko'raman. Alloh taolo beradi iste'dod. Shunaqa deb o'ylaymanki, shu joyni o'zida mana agar siz bilan sherikchilik qilmoqchi bo'lsak, birinchi tomon, ikkinchi tomon shu joyda ism familiyalarni yozishimiz mumkin. Agar biznesda ulushimiz qancha bo'lishi kerak bo'ladi, foydadan ulushimiz qanaqa bo'ladi, qachon pul olishga haqqimiz bor, agar qarindoshlarimizni ishga olsak nima bo'ladi, kasal bo'lib qolsak nima bo'ladi, olamdan o'tib qolsak nima bo'ladi, hammasini shu joyda yozsa bo'ladigan shablon bo'ldi. Va ikkinchi qism, kitobni keyingi qismi muzoraba shartnomasi. Ya'ni bir tomon pul tikib, ikkinchi tomon mehnat qiladi. Bunda qanaqa shartlarga e'tibor berish kerak degan narsani ishlab chiqdim. Va endi baribir sherikchilik masalasida shar'iy jihatdan ham to'g'rimikan deb As-Sodiq jamoasiga, Abdulmannan jamoasiga tekshirish uchun berdim. Ham yuridik jihatdan, ham shar'iy jihatdan xato topilmadi degan xulosani berishdi. Demoqchimanki, tayyor shablonlardan ham ko'pchilik foydalanmaydi. Tayyor shablonlarni ham olish kerak, foydalanish kerak. Bu haqiqatda jamiyatga manfaat beramizmikin degan ma'noda
chiqarilgan kitob. Avvalo sizga ham shu o'rinda hadya inshaalloh. Assalomu alaykum. Siz biznes egasisiz va ishxonadagi har bir ish sizga bog'liq bo'lib qolgan. Ham kassir, ham sotuvchi, ham omborchi o'zingizsiz, to'g'rimi? Ishxonadagi har bir ish sizga bog'liq. Shu sababdan na oilangizga, na o'zingizga, na farzandlaringizga vaqt ajrata olasiz. Agar yuqoridagi muammolar sizga tanish bo'lsa, ushbu muammolar yechimi sifatida Toshkent shahrida ustoz Bobur Musaboyev tomonidan tashkil qilinayotgan Codex Coaching kursimizga sizni taklif qilaman. Biznesdagi muammolardan qutulish va xotirjam boshqaruvga ega bo'lishni xohlasangiz, hoziroq mana shu yerda chiqqan QR kod orqali ro'yxatdan o'ting yoki kanal opisaniyasida qoldirilgan link ustiga bosing. Endi o'zingizni fikrlaringiz sherikchilik borasida nimalarga e'tibor berish kerak? Men hozir qisqacha gapirib o'tib ketdim. Foydali bo'lib qolsin odamlarga sherikchilik bobida nimalarga e'tibor berish kerak? Men nazarimda birinchi o'rinda o'sha sherikni tanlashdan boshlash kerak. Kim sizga sherik bo'lyapti? Uni qadriyatlari qanaqa? Uni maqsadlari qanaqa? Shundan birinchi o'rinda qarash kerak deb o'ylayman. Ayrim payt sherikni qadriyatlari butunlay boshqacha, maqsadlari boshqacha bo'ladi-da, siz boshida chiroyli ko'ringan narsa davom etmaydi. Uni qadriyatlari to'g'ri kelmagani sababdan qaysidir joyda siz bilan kelisha olmaydi. Siz bu tarafga yuraman desangiz, u tarafga yuraman deydi. Shu tomonlama kelishmaslik holatlari kuzatiladi. Keyingi narsa, mana sizda ham o'sha nimangizda bor. Hamma masalalar yozilishi kerak. Yuqorida aytganingizdek, sheriklarni nima funksiyalar bajarishadi? Qaysi sherik qaysi vazifaga javob beradi? Ko'pincha bu og'zaki bo'ladi. Korxona o'sib borish jarayonida yangi funksiyalar qo'shiladi. U funksiyalarni kimning bo'yniga bo'ladi? Masalan, qaysidir sherik ko'proq vazifa olib qo'yadi, qaysidir sherik kamroq vazifa olib qo'yadi. Men ko'p ishlayapman, men kam ishlayapman, men ko'proq olishim kerak degan narsalarga olib keladi. Shuning uchun o'sha sheriklarni funksiyalari, vazifalari aniq yozilishi tavsiya qilinadi. Bundan tashqari foydani ulushlari, biznesni ulushlari o'sha to'g'ri kelishib olinishi kerak. Bu soddalik musharaka bo'lsin, muzoraba bo'lsin, shunday bo'lishi kerakki, masalan, muzorabani agar oladigan bo'lsak, ish qiladigan odamga ham qiziq bo'lishi kerak. Ya'ni unga motivatsiyasiga yetadigan darajada ulushlar kelishilishi kerak. Misol deylik, bitta pul tikyapti, bitta mehnat tikyapti, protsentlarni va hokazolarni. Bundan tashqari yana menimcha muhim narsalardan sherikchilikda ulushlarni sotish qismini olamizmi? Yoki sherikchilikdan chiqish deymizmi? Yoki boshqaga o'zini sherigiga sotish deymizmi? Shu jarayonlar agar yozilmasa, muammolar chiqadi. Muammolarda bu taraflar kelishilmagani sababdan ikkita sherikning o'rtasida nima deydi, kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Eng asosiy narsa shu ikkita sherikchilikda faoliyat yuritadigan bo'lsa, ikkalasining niyati foyda keltiraman degan niyat bo'lishi kerakki, xiyonat bo'lmasin, Ya'ni xiyonat qilmaslik kerak bu bir. Ikkinchidan uni foydalantiraman degan tushuncha bo'lishi kerak. Demak, men kimdandir pul olyapman, uni ko'proq pul qo'shib manfaat beraman. Men bilan sherik bo'ladigan odam albatta foyda topish kerak. Degan tushuncha bo'lishi kerak. Ya'ni men sherikchilik qilayotgan paytimda nima foyda olaman emas, nima foyda keltiraman. Chunki bu yerda asosiy g'oya ikkita sherik birlashgan paytda Alloh taolo aytadiki, men uchinchisi bo'laman agar xiyonat qilmasang. Mana shu narsa oliy narsa bu. To'g'ri. Mana shu buyuk narsa. Chunki Alloh taoloning o'zi sherik bo'ladi. Shuni yo'qotmaslik uchun qanaqa qilib bo'lsam sherikni foydalantirishni o'ylash kerak. O'z niyatga qarab ham ketib qoladi. Boshida navoda o'xshamay qolsa bunaqa bo'ladi degan tushunchalar ham bo'ladi. Shunaqa. Keyin yana bir xatolardan bittasi, niyat to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin amal noto'g'ri bo'ladi. Masalan, niyat halol sherikchilik qilish, xiyonat qilmaslikda, lekin po faktu xiyonat bo'lyapti. O'zi bilmagan holda. Masalan, korxonaga pul tushdi. Masalan, ma'lum bir summa. Xo'p, sherikka aytmasdan turib olib ishlatish bor. Xo'p, matematik qarasangiz, mana $1000 turibdi, oldim, ishlatdim. Ertaga qaytib joyiga qo'ydim. Sherigimga buni aytmadim. Misol deylik, matematik nuqtai nazardan $1000 yo'qolgani yo'q. O'sha $1000 turibdi. Yashirmadingiz, faqat so'ramadingiz undan. Yashirmadingiz. Maqsad zo'rlik qilish bo'lmadi. Bo'lmadi. Masalani, kechagi masalani hal qilib joyiga qo'yish edi. Oldingiz, masalani hal qildingiz, joyiga qo'ydingiz $1000 ni. Matematik $1000 bor edi, $1000 turibdi misol deylik. Lekin so'rab ishlatmaganingiz ham. Sherigingiz bilan sherikchilik jarayonida siz har bir narsada uni haqqi bor. Uni haqqini
siz poymol qildingiz bo'ladi. Shu joyda siz unga xiyonat qildingiz hisoblanadi o'zi avtomatiski. Shunaqa narsalar ko'p. Misol deylik, yana bir muhim jihatlardan vafot etsa masalan sheriklar qanaqa bo'ladi? Shu taraflarni endi yozish kerak bo'ladi. yozish kerak. Ibrohim aka, qarang, bu kitobimizni 1,5 million so'm qilganman-da narxini. So'radim. Sizni ham fikringizni bilmoqchiman. Abdumannon domladan, ustozdan so'radim. Qimmat qilib yubormadimmi, noto'g'ri qilmadimmi desam, nima maqsadda bunaqa qildingiz deb aytdim. Men aytdim, birinchidan buni oladigan tadbirkor. Aksariyati tadbirkorlar oladi. Va tadbirkor bunga qodir. Va bu yerdagi qiymat 1,5 milliondan bir necha baravar katta. Bu bir. Ikkinchisi, men buni qimmat qilganimni evaziga komanda tuzdim. Bular faqat mana shuni sotuv bilan shug'ullanadi va ularga yaxshi pul bera olaman. Va ularga yaxshi pul berganimdan keyin ular yaxshi ishlaydi va ko'proq odamga yetkazsam bo'ladi va reklama qilsam bo'ladi. Yana ham ko'proq tadbirkorlarga yetkazsam bo'ladi. Va ko'proq tadbirkorlarning og'irini yengil qilgan bo'laman. Shuning uchun 1,5 million qildim. Va vaqti keladi, nechidir mingta sotuv bo'lgandan keyin men buni narxini mizr summaga, arzon summaga kiritaman. Ungacha marketing brend tanilgan bo'ladi va shuni evaziga arzon narxda sotsam ham katta odamlar, ya'ni katta hajmdagi odamlar qadrlab ishlatishni boshlaydi. Agar hozir buni 100 ming so'm qilib qo'ysam, qadrsiz bo'lib qoladi shu maqsadda desam, unda to'g'ri qilibsiz deb aytdi. Nima deysiz, 1,5 million so'mga o'zini oqlaydimi? Biz ustozlarning aytganlarini tasdiqlaymiz. To'g'ri. O'zini oqlashi nuqtai nazardan. O'zini oqlashi nuqtai nazardan aytsangiz, mana sherikchilikda где-то bir 200 ming dollar pul yo'qotganman-da. O'sha uchun men o'ylayman, men bu yerda tadbirkorlarda trening jarayonida ham so'rayman-da. Bormi oralaringizda sherik bilan kelisha olmayotgan? Aksariyat. Ancha odam qo'l ko'taradi. Bormi oralaringizda sherikchilikdan o'sha yopib, ikkinchi marta sherikchilik qilmaydigan degan fikrga kelganlar bormi desam qo'l ko'taradi. Bormi oralaringizda endi sherikchilik qilmoqchiman deydiganlar desam yana qanchadir odam qo'l ko'taradi. Keyin so'rasam, mana shu sherikchiligi barbod bo'lgan odamlardan so'rasam, sizlarda sherikchilikda shartnoma bormidi, yozilganmidi desam agar, aksar aytadiki yo'q deydi. Kelishmovchilik bo'layotgan sherikchilik qilayotganlardan so'rasam, sizlarda deyman, kelishmayapsizlar, sherikchilik shartlaringiz yozilganmi desam agar, ko'pchiligi aytadi yo'q deydi. Ya'ni bu o'sha shartlarni shartlashish muhimligi, inson unutuvchi ekanligi, hozir aytgan narsasini ozgina qiyin vaziyatda yo'q unaqa demagandim deyishlari, shartnoma bu narsani oldini oladi. Shuning uchun shartnoma juda muhim narsa. 200 ming dollarlab pullar zoya ketmaydi. Ketadi. O'zimni shu guvohligimda bo'lgan holat ham shu ikkita sherik IT biznesga pul tikkan, 170 ming dollar. Shunchaki ko'ngli sog'ib bir-biri bilan gaplashgisi ham kelmay qolgan oxir. Mayli, yo'q bo'lib ketsa, yo'q bo'lib ketsin shu biznesim. So'radim shu, shartnoma qilganmisizlar desam yo'q deydi. Bu yerda biznes 170 ming pul uxlayapti va ikkita do'st bir-biri bilan dushman bo'lyapti. Shuning uchun ham o'ylaymanki, tadbirkorlarga bu qimmat narsa emas. O'ylaymanki, manfaatli, o'zini oqlaydigan bo'ladi. Umuman olganda, shunaqa gaplar biznesni tizimlashtirish borasida gaplashdik. Endi shaxsiy rivojlanish bo'yicha umuman o'zingizni o'sish nuqtalaringiz, yoshligingizdan boshlab o'sish nuqtalaringiz qanaqa bo'lgan? Shu haqida qisqacha gapirib bersangiz. O'zi bolalikdan kosmonavt bo'laman deganman. Bilmayman, nima kosmonavt bo'laman deganman. Hali ham bormi? Yo'q. Yo'q, qo'rqasizmi? Yo'q, balandlikdan. Kosmonavt bo'lish shart emas. Misol 5 million dollar pulingiz bo'lsa, kosmosga uchasiz. Agar uchish niyat bo'lsa agar. Hozircha 5 millionni unga sarflash niyati yo'q. Misol deylik, boshqa narsalar qilish mumkin. Ana endi o'sish nuqtalari javobgarlikni olishda. Sizda shunaqa bo'lgan. Har safar qaysidir bir yo'nalishda javobgarlikni olganda o'sish nuqtasi o'sha yerdan boshlanadi. Hali javobgarlikni oldim, darrov boshlanadi degan emas. Bu boshlanish nuqtasi bo'ladi. Har qanday yo'nalishda nima bilan shug'ullanishimdan qat'iy nazar, javobgarlikni bo'ynimga olgan paytda anglagan holda. Aytni boshqalardan qidirib emas, o'zimdan qidirib. Yo'q, o'zimdan. Demak, mana shu situatsiyami, bu meni bo'ynimdagi qism bor. Men javobgar, men ta'sir o'tkaza oladigan qismi bor. Demak, men shuni javobgarlikni bo'ynimga olaman. Masalan, korxona ochishni olaylik yoki uylanishni olaylik. Bilmayman, qaysidir bir masalani hal qilish olaylik, qaror qabul qilish bilan bog'liq. Va mana shu joyda biz javobgarlikni bo'ynimizga olamizda qaror qabul qilamiz. Ana endi keyingi masala
shu qarorni qabul qilishni bo'ynimizga oldik, javobgarlikni bo'ynimizga oldik. Endi bizga ilm kerak bo'ladi. Yo'q, qandaydir bir odamlarning maslahatini olishimiz kerak. Yo'q, o'zimiz o'rganishimiz kerakda, ilmga asoslanib o'sha qarorimizga sobit turishimiz kerak. Shunda biz A nuqtadan B nuqtaga o'ta olamiz. Har qanday holatda men shuni ko'raman. Masalan, 9 yil oldin konsalting korxonasini ochaman degan qaror bo'lgan. O'sha qaror hamma narsa o'zgarishiga sabab bo'lgan. Yoki masalan 2011-yil Buxorodan Toshkentga kelaman degan qaror bo'lgan. O'sha qaror, ya'ni javobgarlikni olish, qaror qabul qilish, ma'lum bir harakatlarni bo'yningizga olish kabi narsalar o'sha o'zgarishlarga sabab bo'lgan. Keyingi o'sish nuqtasi. Masalan, arxitektura dizayn sohasiga kirganman. Toshkentga kelib, o'zi harbiy fakultetni bitirganman. Butunlay boshqa soha. Qaror qabul qilish kerak bo'lgan shu joyda. Javobgarlikni olish kerak bo'lgan. U bilmaydigan temanga kiryapsan. Demak, u yerda rezultat qilishing uchun noldan boshlaysan. Ilm kerak, qaror qabul qilishing kerak, davom ettirishing kerak. Va bu yerda yana bitta narsa bor ekan. Bu bitta ishni davomiy qilish ham bor ekan. Ya'ni qaror qabul qildingiz, mas'uliyatni oldingiz, ya'ni qaror qabul qildingiz, mas'uliyatni oldingiz, ilmni o'rganishni boshladingiz o'sha tema bo'yicha va davomiy harakat qilishni boshladingiz. Mana shu komponentlar ma'lum bir rezultatga olib keladi. Shunaqa. Savdoni oshirish bo'yicha ekspertsiz. Yaxshi instrumentlar olganmiz sizdan. Nima eng ключевой joyi savdoni oshirishda, biznesda? Nima tavsiya berasiz? Savdoni oshirish uchun eng asosiy nima instrumentlar yoki qanaqa jihatlarga e'tibor berish kerak? Men nazarimda savdoni oshirishga ta'sir qiladigan narsa siz qay darajada mijozingizni, ehtiyojlarini bilishingiz va raqobatchilaringizdan ko'ra yaxshiroq taklif bera olishingizda. Demak, yaxshi produkt bo'lishi kerak. Ya'ni siz mijozni, talab, istaklarini o'rgandingiz. Raqobatchingizni shu mijozingizni, talab va istaklarini qondiradigan nima harakatlar qilayotganini o'rgandingiz va bozorni o'rgandingiz, bozordagi tendensiyalarni, o'zgarishlar nimaga qarab ketayotganini. O'sha asosida o'zingizni strategiyangizni shunday tuzdingizki, sizni beradigan taklifingiz mijozni, talab va ehtiyojini qondiradi, plus prosta qondirmaydi. Konkurentingizdan ko'ra yaxshiroq qondiradi. Shu narsani taklif qila olsangiz, siz har qanday narsani har qanday auditoriyaga sotishingiz mumkin. Va bu narsa doimiy tarzda bo'lishi kerak. Ya'ni doimiy tarzda mijozim nimadan xursand bo'ladi, mijozim nimani xohlaydi, nimani xohlamaydi, doimiy tarzda o'rganib turish kerak. Raqobatchilardan ham nazaringiz ulardan ham xabardor bo'lib turishingiz kerak. Sotuv instrumentlari haqida gaplashaylik. Ya'ni qanaqa instrumentlar sotuvga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi? Menimcha har xil instrumentlar bor. Misol deylik, olishimiz mumkin CRM sistema. Bu ham bitta bir instrument. Kimdadir CRM yo'q, kimdadir bor. Shu natijasida uchot yurita oladi, kimdir uchot yurita olmaydi. Mijozlar bilan bo'ladigan munozaralar, munosabatlar. Ta'sir o'tkaza olmaydi mijozlar. Masalan, skript. Bu ham bitta bir instrument. Ya'ni masalan, telefonda gaplash skripti bo'lsin yoki messenjerlarda gaplash skripti bo'lsin. Bu ham bitta bir instrument. Kimdir o'zi bilgancha xayoliga kelgan narsani gapirsa, kimdir yozilgan sxema bo'yicha gaplashadi. Ya'ni biladi qayerda nimani gaplash kerakligini. Bu ham bitta bir instrument bo'lishi mumkin. Masalan, texnikalar bor. Sotuv jarayonida ishlatiladigan texnikalar. Masalan, upsell, downsell, cross-sell degan texnikalar bor. Ko'p. Bu ham savdoni oshirishga ta'sir qiladi. Bu ham ta'sir qiladi, misol deylik. Strategiyalar bor, misol deylik. Savdoga ta'sir qiladigan strategiyalar bor, misol deylik. Masalan, rejalashtirish. Agar konkurent strategiyasi bo'yicha aytadigan bo'lsak, masalan, differensiatsiya strategiyasi. Masalan, men yaqinda Amerikada bo'ldim. Amerikada Apple Store'ga kirdimda. Manhattanda eng katta, ya'ni Amerika New York markazida eng katta Apple'ni do'koni. Kirdim, tahlil qildim. Masalan, nima qilishgan u yerda? Mahsulotlarni o'rgatib sotyapti. Ya'ni mahsulotning oldiga kelasiz, qaysidir stolga kelasiz, o'sha yerda o'zini mutaxassisi bor. O'sha mahsulotni olasizda prop qilib ko'rasiz. Boshqacha qilib aytsak, ishlatib ko'rasiz, tegib ko'rasiz, kiyib ko'rasiz, masalan, ishlatib ko'rasiz, knopkalarni bosasiz, ochasiz, yopasiz, ishlatib o'sha joyni o'zida sizga ko'rsatadi. Yoki masalan, shunaqa narsa qilgan, katta mana shunaqa bir joyda ekran qo'ygan. Masalan, iPhone'ni prezentatsiya qilyapti.
odamlar o'tiradigan joy qilgan, iPhone'ning funksiyalarini tushuntirib masalan sotyapti. Har bir funksiya nimaga ishlaydi? Buni bossang nima bo'ladi? Syomka qilish jarayonida nimaga e'tibor qaratish kerak? Ya'ni bu ham bitta bir instrument. Ya'ni mahsulotni tushuntirib sotish. Funksiyalarni o'rgatib, ya'ni mijozga o'rgatib sotish. Demak, mijozlarni bitta joyga yig'ib, u yerga har xil. Qaysidir joyda yig'ib emas, qaysidir joyda yig'ib, qaysidir joyda prosta bitta klient keladi, bitta tushuntirib ko'rsatadi, o'rgatadi. Buni mana bunaqa bo'lsa, buni mana bunaqa qiladi, bunaqa qiladi. Savollarga javob beradi. Mahsulot haqida ma'lumotga ega bo'ldi, mahsulot yoqishni boshlaydi. Va xarid qilishiga sabab bo'ladi. Tizim mavzusiga yana qaytmoqchiman. Tizimdagi eng asosiy 4 ta yoki 5 ta instrument. Birinchilardan bu korxonani oliy maqsadi qadriyatlari. Chunki bu yordam beradi korxonada muhit paydo qilishga, korporativ madaniyatni shakllantirishga. Korporativ madaniyat shakllantirgandan keyin, undan keyin instrumentlarni qo'llash oson bo'ladi. Masalan, korxonaning org strukturasi masalan instrumentlardan bittasi. Kim nima bilan shug'ullanishini aniq bir taqsimoti paydo bo'ladi. Yoki masalan, o'sha org strukturaga qo'shimcha, ya'ni instrument sifatida lavozimlar paydo bo'lgandan keyin lavozim yo'riqnomalari masalan. Har bir lavozim egasi nima undan talab qilinadi, nima natija keltirish kerak, qanaqa ketma-ketlikda bajarish kerak. Bo'lishi mumkin o'sha lavozimni egallayotgan aytaylik xodimni nima natija keltirish kerak yoki qanaqa KPIlarni bajarish kerak. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin proyekt va vazifalarni boshqarish sistemasi. Proyekt va vazifalarni boshqarish sistemasi. Rejalashtirish. Masalan, haftalik rejalashtirish bo'lishi mumkin. Instrumentlardan. Reglamentlar yoki standartlar. Son deylik. Korxonada ma'lum bir reglament yoki standartlar yoki checklistlar yoki prosta yo'riqnomalar, lavozim yo'riqnomasi, prosta yo'riqnomalar bo'lishi mumkin. Bular yordamida o'sha korxonada tartib paydo bo'lishiga olib keladi. Demak, qayta energiya sarflamaydi, yangi kirgan xodimlar o'sha instruksiyalar bilan yoki kodekslar bilan, qoidalar bilan tanishadi. Ha deb gapirishga to'g'ri kelmaydi, o'zidan boshqa odam nazorat ham qila oladi. Sistema sekin-sekin ishlashni boshlaydi. Ya'ni qo'shimcha bormi bunga? Shular, misol deylik. Asosiy 4-5 ta instrumentlar shular. Zo'r. Xo'p, blitz savollarga o'tsam. Tez savol beraman. Siz uchun pul nima? Qul. Qul. Zo'r. O'zbekistonda qancha pul topib inson o'zini boy deb hisoblashi mumkin? Bizda bilmayman, $10,000 topgan boy deb yurganlar ko'pda. Zo'r. Putin bilan ko'rishsangiz nima degan bo'lardingiz? Putin bilanmi? Bilmadim, Putin bilan. Ukrainani tinch qo'y demasiniz. Bilmayman. Shavkat Mirziyoyev. Masalaga aralashmayman. Shavkat Mirziyoyev bilan ko'rishsangiz ko'rishgandik. nima? Prezident bilan uchrashuvda o'zi o'sha yig'ilishda, birinchi yig'ilishda o'sha yerda ishtirok etganmiz. Nima deymanmi? Yakama-yaka ko'rishib qoldingiz bir alohida xonada. Yaxshi savol bo'ldi. Bilmayman точно. Точно ayta olmayman. Demak, shu joyda bitta insight aytib ketsam-da. Agar falonchi shu taniqli inson bilan yoki falonchi bilan ko'rishib qolsam nima qilardim degan narsani oldindan bilishi kerak ekan har bir inson degan bir xulosani insightni oldim. Doim tayyor bo'lish kerak ekan o'sha narsani ko'rishgan zahoti aytib qo'yish uchun oldindan tayyorgarlik ham ko'rib qo'yish kerak ekan shu joyda bir insight. Xo'p. Alisher Isayev yoki Muhammadali Shonqulov? Nima? Qaysi biri? Ikkalasi ham? Yo'q, ikkalasidan bittasini tanlash kerak bo'lsa. Смотря nima bo'yicha tanlayapmiz. Misol deylik, miyadan chiqqanini aytavering-da. Muhammadali Shonqulov. Zo'r. Xo'p. Gazni o'chirib turmaslik uchun nima qilish kerak? Elektromobil olish kerak. Zo'r. Siz uchun o'lim nima? O'lim muhabbatingizga erishish. Muhabbatga erishish. Inshaalloh. Xo'p, o'zbek xalqini barchasiga yaxshilik qila olish imkoniyati paydo bo'lsa sizda, ya'ni nimadir bera olish,
imkoniyati sizda shu darajada katta bo'lsa, nima bergan bo'lardingiz? Ilm berish sistemasini qurgan bo'lardim. Bolalikdan tortib. Chunki Buxoriy bobomiz aytganlarki, najot faqat va faqat ilmdadir deganlar-da. Zo'r. Umuman olganda suhbatimiz yaxshi bo'ldi. Qisqa lo'nda o'ylaymanki manfaatli bo'ldi. Endi suhbatimiz oxirida sovg'amiz bor deb va'da bergandik. Sovg'a men tomonimdan tayyorlab qo'yilgan va Ibrohim akamdan so'raymiz. Qanaqadir 10 mingtadan ortiq prosmotr bo'lganda nimadir sovg'a berishga Yaxshi bo'ladi. Bizda ham kitobimiz biznes bor. avtorikmi yoki kitobmi? Biznesdagi 99 ta xato va ularga yechimlar degan kitobimiz bor. Shu kitobimizni sovg'a sifatida beramiz. Demak, zo'r. 10 mingtadan ortiq prosmotr bo'lgandan keyin men o'zim shaxsan tekshiraman. 3 ta insonga meni kitobim, Ibrohim akamning kitobi sizdan nechta bo'ladi? Nechta beryapsiz? Biz ham shuncha beramiz. Men bitta sherikchilik, bitta kodeks beraman. Biz ham ikkita beramiz. Demak, Ibrohim akam tomonidan 2 ta va men tomonidan 2 ta odamga kitob hadya qilinadi. Faqat 10 mingtadan prosmotr ortgandan keyin tekshiriladi. Ungacha izohlarda yozing. Tekshiruv nimalarga e'tibor olinadi? Nimalarni e'tiborga olinadi tekshiruvda? Izohda eng muzokaralarga sabab bo'ladigan fikr yozgan. Faqat to'g'ri ma'nodagi. Izohda eng shu suhbat jarayonidagi mavzularni, eng asosiy insaytlarni olib yozgan va ko'p yozgan odamlarga e'tibor qaratiladi. Xo'p, suhbatimiz uchun mana shu suhbatga sababchi bo'lganingiz uchun rahmat. Taklif qilganimizda rad qilmasdan kelganingiz uchun har bir qadamlaringizga Alloh ajrlar bersin. Hamkorligimiz hamisha bardavom bo'lsin. Chiroyli hamkorliklar qilishimizni jamiyatga siz bilan birgalikda ko'proq manfaat berishimizni Alloh nasib qilsin. Qilayotgan xizmatlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo o'zi ziyoda qilsin, oson qilsin. Rahmat deb qolamiz va sovg'amiz kodeks kitobi. Shu kodeks rahmat. O'ylaymanki, odamlarga manfaatli bo'lgani kabi sizga ham manfaat beradi. Xudo xolasa oxirgi fikringizni aytsangiz bo'ladi. Tadbirkorlarimizga tavsiyamiz shuki, har bir ish qilishingizdan qat'iy nazar, nima ish qilishingizdan, bu do'kon bo'lsin, ishlab chiqarish bo'lsin, xizmat ko'rsatish bo'lsin, har bir ishni ilmga asoslanib qiling. Chunki har bir ishni ilmi bor. O'sha ilmini qilib bajaradigan bo'lsak, juda ham ko'p umringizni ekonom qilasiz. Behuda vaqtlaringizni tejaysiz. Qisqa vaqt ichida maqsadingizga erishishga sabab bo'lasiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Demak, keyingi loyihalarimizda kim bilan suhbatlashishimizni xohlardingiz? Izohlarda fikringizni yozing. Keyingi uchrashuv, ya'ni keyingi mana shu suhbatda o'sish nuqtasida ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Salomat bo'ling.